Ko'rib turganingizdek, hozir mehnatni muhofaza qilish xavfsizlik masalalarida konkursda ishchilarni, xizmatchilarni, xodimlarni, bolalar ham ishtirok etishyapti. Bolalarni o'zini chizgan rasmlari haqida so'ramoqchiman. Nima rasm chizding o'g'lim? Bu Sanchi nima chizding? Nima bu? znaklar. Bu znakmi? Mana xavfsizlik belgilarini Qazish bilyapti. mumkin emas. Молодец, ana qazish mumkin emas degan. Metrdanki aylanish. Bu nima? 300 metrdanki aylanish. Voy, молодец. Nargischi, bu nima belgi? Olov yoqmaslik kerak. Olov yoqmaslik kerak. Senda ham bormi olov yoqmaslik kerak? Bu nima belgi? Bu mana uni bu asta bo'lgan daqiqa yurma. Taqiq belgisimi? Молодец. Bolajonlarimiz qarang, bilishyapti. Mana bu boladan ham so'rab ko'ramiz. Nima rasmni chizding o'g'lim? Nima bu? To'proqda qazmasin. To'proq qazilmasin. Молодец. Xavfsizlik bo'yicha belgilarni bolalarni o'zi chizib, gapirib ham berishyapti. Hozir konkursni g'oliblarini keyin sizga tanishtirishga harakat qilaman. Juda qiziq konkurs davom etyapti. Faqat kattalar, xodimlar emas, hatto bolalarning orasida ham chizishyapti. Bolalarning konkurslari ham davom etyapti. Qizlar ham bor ekan bu yerda. Nima rasm chizding qizim? Olov yongan. Olov yongan nima bo'lyapti? O'chiryaptimi? Pojarni o'chiryaptimi? Senda nima rasm qizim? Menda ana znaklar. Опасный znaklar. Опасный znaklarmi? E'tibor bera olasanmi bularni? E'tibor bera olasanmi? Nom yo'qmi? Lekin shu znak ekanligini bilyapsan. Молодец. Sendachi? Bu odam. Bu nima? Bu odam. Odam, Quyosh. quyosh, bulut, Otlar. ana. Inson mazza qilib yashashi uchun, ishlashi uchun kerak bo'lgan. Mana men bu o'g'limga ham chiroyli chiqdi rasmlar. Nima chizding? Bu degan, bu znak degan bahar kirishga bo'lmaydi. Bu vaqtda bir narsa bo'lishi mumkin. Bu degan gaz bor, vaqaray kirishga bo'lmaydi degan. Bu vaqtda u bir suvlar bo'ladi-ku, ichine bir dori narsa qo'ygan, u narsalarni ichishga bo'lmaydi. Bu svetofor, bu to'q, bu peshexod, bu degan to'xtar, bilmayman, bu yoqda to'xtashga bo'lmaydi, bu yoqda gaz bor deydi. Nafaqat rasm chizibdi bu bolamiz, hatto gapirib ham beryapti ana belgilar haqida.